Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, aziz kuzatuvchilarim. Hammangizni ko'rib turganimdan, sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan Allohimga behisob shukr, hamd sanolar bo'lsin. Allohim muborak Ramazon oylarida hammangiz oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizda omad, mustahkam sog'liq tilayman. Ana shunday yaxshi tilaklarim bilan bugun bir yaxshi ostonaga qadam qo'ydik. Ya'ni Beruniyimizdagi o'zining halol xizmatlari bilan 25-30 yildan beri xizmat ko'rsatib keltirgan Roza Gold oltin do'konida yangi kelgan oltinlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Videoni boshida eslatib o'taman. Musofirdan kuzatuvchilar bo'lsa, onlayn xizmatlarimiz, agar o'zingiz shu yerda bo'lib, naqd pul bo'lmasa, muddatli to'lov xizmatimiz, hamda sizda eski oltin bo'lsa, toza oltin boshqa probalarga o'zgartirib olaman desangiz, barter usulimiz ham bor. Va qimmat narxdan nomlaringizni sizdan eski oltinlaringizni ham qabul qilamiz. Bizda har xil sharoitingizga qarab savdolar qilamiz. Hamma savdo turi bor. Daxalasa toza kelgan oltinlar bilan tanishtiramiz. Matluba, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Sharifa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizlarning magazinimizga kunda yangi tovarlar kelib turibdi. Tilla taqinchoqlar bilan qisqacha tanishtiramiz. Yangiliklar bo'ldi, Matluba? Yangiliklarimiz mana 750 Baku brilliantlarimizni birga bir kopiyalari keldi. Bular 585 probada, bular 750 probada. Bular menimcha narxlari ham ancha arzon chiqsa kerak. Bularning narxi bunga nisbatan ancha arzon chiqadi. Karatlari qanday brilliantlar? Karatlari ham zo'r, hammasi. Mana 750 Baku brilliantidan qo'yiladigan karat qo'yiladi. Karati 1, lekin tiyning oltini 585, 750 bo'ladi. Haqiqiy Bakuning o'zidan kelib turibdi. Original, hozir zargar ishlari chiqib ketgan, lekin bular zargar original, haqiqiy bakinskiy. Chiroyli narsalar kelib, haqiqatan yangilikni zo'r etibsiz. Zo'r, ajoyib. Bulardan chiroyli. Bular ham ajoyib toza kelgan variantlari, oppoq karatlar ham yonib yotadi bulardan. Bu ikkovi o'xshash ekan, lekin yonina kelsa ajratib biladi ekan, qarang. Baget bular, baget nomlari, baget ikki xil aytiladi ekan. Ikki xil ko'rinishda ega. Izumrudlarimiz ham bor mana. Izumrudni yaxshi ko'ruvchilar uchun ham izumrudlarimiz ham yangi keldi. Mana shunday zo'r komplektlarimiz ham bor mana. Bular 585 proba. Bular 750 hammasi bulardi. Bular 750 bu 585. Obunachilar, ana shuning bir xil o'xshashi. Ana shuni olib Matluba, ana shuni bu yoqdan. Ana shu qarab. Dim o'xshash, lekin qarab bo'ladi. Bulardan ham ulug'lik kichiklik grammga qarab belgilangan. Narxlar masalan hamma yerda bo'lishi mumkin, lekin ulug'lik kichiklik grammlarga qarab narxlari belgilanadi bulardan. Bular ham karatdan hisoblanadi, Shayropa. Ko'pchilik o'ylaydi, falan yerda arzon ekan, boshqa yerda falan ekan. Bulardan karatdan belgilangan. Ya'ni ustining brilliantini qarab chiroyli bo'lib turadi. Ham buning tiyi 6750 proba bo'ladi. Agar kimga narxlar qiziq bo'lsa, do'konga kelasiz. Adminlarimizga murojaat etaversin. Ekranda nomerlar qo'yiladi. Qoldiramiz. Mana shu komplektimiz ham zo'r. Sevimli komplektlarimiz yangi keldi. Bulardan ham karatlari katta mana. To'ychilar uchun ham komplektlarimiz bor. Qurbularda endi alohida tag'uvchilar uchun bo'lsa, to'ychilar uchun ham har xil modelda komplektlarimizni yangi olib keldik. To'ychilarni yo'llar tavsiya etasiz, Matluba? To'ychilarga ham mana shunday Dorika fasonda yangi modellarimizni tavsiya etaman. Ular ham zo'r. Mana qarshisizni yaxshi ko'ruvchilar uchun zo'r variantlarda har xil modelda to'ychilar uchun komplektlarimiz ham bor. Qo'shaloq to'y etaman deb yurganlar uchun burada qo'shaloqdan komplektlarimizni tavsalar bo'ladi. Yanında qo'shimcha podarkalar ham beraman qo'shaloqchilar uchun. To'ychilar uchun обязательно skidka narxlarda bera olamiz komplektlarimizni. Bu komplektlar nechun narxi bilan aytmaysiz degan savolga bir javob berib o'tsangiz. Endi narxi bilan aytmay turganimiz, kunda narxlar almashadi, bir kun tushadi, bir kun ko'tariladi. Buni bizlar belgilamaymiz, buni birjada belgilanadi. Kundagi davlat narxina qarab bizlar ham sotamiz. Davlat narxina qarab oltinlarni, eski oltinlarni olamiz. Lomlar ham shunday bo'ladi. Lomlar ham shu eski narxlarni olamiz. Brilliantlarimiz ham bor mana, har xil modelda brilliantlarimiz ham keldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r variantda 7 go'zallarimiz ham keldi. Bulardan razmerlari hamma ulug' kichik grammlari bilan asalar bo'ladi. Bunday toza fason tumaloq, bu esa kvadrat shaklida. Bular ham yangi fason. Hozir to'ychilarimiz ham yaxshi ko'rib do'konga kirganlar ana shundan olib turibdi. Saf oltinlar. Ko'p hozir to'ychilar Matluba 750 proba qo'yib ketibdi. Ko'pchilik endi 585 taqis kelmaganlar uchun ham to'ychilarimiz, yosh kelinlarimizga 750 lardan yaxshi sotib turibdi Shayropa. Zo'r, karatlari ham katta, mana shunday nejniy o'qigan qizlar ko'pchilik, ayniqsa o'qimishlilar kelib, shahamatli, bunday ko'rkamli nuni taqis kelmaganlar uchun nejniy variantda 750 larga ko'pchilik talab kuchli bo'lib turibdi. Eski oltinlarni topshirsalar ham shu 750 probalarga almashtirib beraveramiz. 580-85 lar taqib bo'lgan bo'lsalar.
Endi aldimiz hayit, matluba. Ava. Hayitliqqa onalarga nima tavsiya eta olasiz? Toza kelgan narsalaringizdan. Analarimiz uchun komplektlarimiz ham bor. Hech qachon trenddan tushmaydi. Nefritlarimiz hech qachon ham qolmaydi. Mana Har shunday kuni sotiladi bular shahzoda obunachilar. komplektlarimiz ham bor mana. Buni qora qoshlisi ham bor, bo'g'ozi ko'k qoshlisi, qora qoshlisi ham dim chiroyli turadi, ajoyib narsa. Mana. Bular necha gram atrofida chiqadi? Bular komplektlar? 14-15 gram atrofida chiqadi. Ya'ni krupniy variantda bo'ladi. Obunachilar eng yaxshisini olaman mulk uchun desangiz, bular 14 o'sha 13 gram atrofida chiqadi. Komplektlar bizlarda to'ychilar uchun, endi umuman to'ychi emas, komplekt olaman deganlar uchun necha so'mdan boshlanadi komplektlaringiz? Komplektlarimiz 6 milliondan boshlanadi, boshlang'ich narxi ko'tarilib boraveradi. Bu sirg'a uziga, grama azroqlari. Grama azroqlari shu kelishilgan arzon narxda beramiz. Shunga qarab ko'tarilib Qizlar uchun ham ozgina obzor etdik. Mhm. Shayra paqri kelinlarni ular uchun obzor etib turibmiz. Mana vankliflarimiz ham har xil modellarda tozalar bo'ladi. Bu toza chiqqan vankliflarimiz mana. Bularda qizlar ham, kelinlar ham hozir yangi model. Probalari qanday bo'ladi? 585 proba. Vanklifimizning 750 probasi ham bor. Bo'yni, braseti, hammasi Komplekt etib topib berasiz. Lekin bu 750 ga birga bir tartadi ekan, Tortadi, sariq oltin. Sariq Toza kelgan vanglifni qarang. Obunachilar bu ajoyib o'zi 4 kvadratga o'xshatib, lekin vanglif o'rtada ishlangan ekan, ikki zo'r qat oltin bo'lib eng so'nggi ishlangan. model bular ham. Buning karatlari ham dim zo'r, ajoyib narsalarimiz ko'p. Ishniya komplektlarimiz ham mana qizlarimiz uchun ham, shahamatni yaxshi ko'rmaydigan kelinchaklar uchun ham zo'r variantlarimiz bor bizlarda. Komplektlarimizni hammasini kelishilgan arzon narxlarda xarid etadilar. Ko'nglini to'yib yuboramiz, xudo xolasa obunachilarimizni. Musofirdag'lar ota-onasini bayramda bayramlik yuborishni xohlaydi. Aldimiz ham hayit, ham Navro'zga to'g'ri keldi. Shunday vaqtda bir chiroyli ota-onalar uchun ham dadama bo'lsin, onama beravermang, onam men bersam dadam o'pkalab qoladi deganlar uchun ham bir chiroyli narsalar Zo'r variant bor. Nu aytamiz ularga. Dadalarimiz uchun mana har xil modeldagi musko yuzuklarimiz tozalar bo'ladi. Otalarimiz uchun, dadalarimiz uchun ham har xil variantda musko yuzuklarimiz tozalar bo'ladi. Bularni bizlar aksiyada qo'yibmiz. Aksiya chegirma narxlarda xarid etadilar. Bemalol magazinga tashrif buyursalar bo'ladi. Agarda oltinni taqmayman desalar, bizda kumush musko yuzuklarimiz ham topiladi. Onajonlarimiz uchun esa mana dim zo'r variantda 7 malak yuzuklarimiz ham keldi. Voy dod. Razmerlari bilan birgalikda keldi. Dim chiroyli bo'lib turadi. Xojonalarimiz uchun ayniqsa bu menimcha o'rta yoshli ayollardan hozir ko'p ko'raman. O'zi bu moda bo'lganda 1-2 yil bo'ldi, lekin hech trenddan tushmaydi. Tushmaydi. Buni hamma taqsa bo'ladi. Qur'onajonlarimiz uchun emas, hammaga zo'r kelishib ketadigan narsa. Bu kattasi, bu kichkinasi ham bor, 3 donalisi. Bu yerda grammlar hammasini har xil chiqaradi. Narxlar ham har xil bo'ladi, razmerlar har xil. Razmerlar ham har xil. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlar bor, telefon urib so'rang yoki saqlanib qilib WhatsApp, Telegram orqali yozsanglar bo'ladi obunachilar. Ana shu yuzuklarimizni ham qisqacha obzor etdik. Dim ajoyib. Ular turba deb aytilaman. 5 qoshli deb aytiladi o'zlarimizning nomimizda. Endi bizlarning tilda yo'q, turba yuzuklaring bormi deb keladi-ku. Ko'pchilik onalarimiz yashirib zo'r narsa, qop-qora. Bu mulk hisoblanadi. Dim zo'r, yaxshi narsa bular. Har xil variantda, har xil razmerlarni bulardan tolsa bo'ladi. Mening onam 24 tag'adi deganlar uchun ana shulardan obzor etdik. Katta razmerlardan bor. Bu 24 degan razmerlargacha bor obunachilarim. Qarang, oq qosh, xohlasangiz qizil qosh, bular katta razmerda chiqadi. Men ham hayitlik uchun menimcha bu ham zo'r variant. Agar xalagan vaqtda sotaman desangiz ham, yoningizda kelsangizda anchagina pulingiz yurgan bo'ladi. Bizlarda har xil ko'rinishda yuzuklarimiz bor. Bu videoni bir ko'rgandan magazinga kelib, tomosha qilib xalaganlarni olsalar bo'ladi. Bizlarda yuzuklarning narxlari 800 ming so'mdan boshlanadi, narxlar ko'tarilib boraveradi. Podarishli yuzuklar 800 mingdan boshlanadi va ko'tarilib ketadi. Bular esa eng kattalari mulk tillalari hisoblanadi. Eng sof tillalarda eng zo'rlarini men obunachilarimga ilinib ko'rsatib turibman. Ana endi uzukdan emas, komplektdan emas, bir zo'r nasipochka braslet oling, mulk bo'lsin yo opering podarkaga onama deganlar uchun bir komplektlarni ko'rsatib o'tamiz. Eng trenddagilardan eng sarasidan sizlarga uchovini tavsiya qila olamiz. Ularning nomlari bilan matluba o'zingiz tanishtirib o'ting. Bu birinchi naborimiz Chanel varianti, brasleti bilan bo'yinni xarid etsalar bo'ladi. Kelishilgan arzon narxlarda beramiz buni. Hozirgi trenddagi Chanellar, obunachilar, bular haqiqiy zavodiskoy. Bu oltinning arasida yurib bilaverasiz ekan, bularning qo'lisham bo'ladi ekan, ya'ni zargar ishi. Bular eng aniq fabrishniy zavodiskoy oltinlar. Mana shularni ham bilsangiz bo'ladi. Mustahkam qilib ishlangan va mulk oltin hisoblanadi. Bu yerda esa mana gurmetni tavsiya etamiz. Mana 583larda kardinal kobralar taqib bo'lganlar uchun 585 probada.
to'salar bo'ladi, shulardan kelishilgan narxda beramiz. Eng zo'rlarına loyiqman desanglar, obunachilar qarang. Eng zo'rlari, eng yaxshisi Roza Goldda. Mana kelaverasizlar. Bo'yni bilan bir xil. Bularning hamma grammasidan tog'iladi. Topib Bu beramiz. eng katta zo'rlarni qo'ydik. Mana Niyat shu etib bilganlar. variantimiz ham zo'r. Eng so'nggi modellarimiz bular ham. Dim Ajoyib chiroyli. velosiped bilan xarid etsalar bo'ladi. Bizlarda sepchkalarimizni turlari ko'p. Hozir bu yerda qisqacha video bo'lgandan keyin qisqacha narsa ko'rsatib o'tdik. Kardinal, Zimeki, Medas, Kobra to'qilishlardan tavsiyalar bo'ladi. Bizlarda sepchkalarimiz 2,5 grammdan boshlab 100 grammgacha topib beramiz Sayropa. Topib beramiz. Keyin ana shundan bir aytib o'tdik. Nijniy variantda qizlar uchun qarang. Nijniy variantda qizlar, kelinlarimiz uchun klon ham o'zinda hech klon shart emas, bellar ham o'ynab turadi. Qarang, mana. Dim chiroyli bo'lib turadi. Mustahkam to'qilishga ega. Shu sepochkalarimizni ham tavsiya etaman. Shu ikkovini ham obzor qiling deb o'zim iltimos etdim, chunki menimcha buni sevmaydigan odam bo'lmasa kerak. Nalichida bor do'konimizda. Matlab endi shuncha narsani ko'rsatdik. Bularni pulim yo'q deganlar uchun muddatli to'lov asosidan beraveramiz. Muddatli to'lov asosida beramiz. Bir pasport evaziga 45 kundan keyin to'lovlari boshlanadi. Onlayn savdolarimiz ham Onlayn bor. savdolarimiz ham bor. 12 viloyatga besplatniy dastlabki xizmatlarimizdan foydalansalar ham bo'ladi. Bemalol uyingda o'tirib dastlabki e'tibor oldirsalar bo'ladi. Bunday xizmatlarimizdan ham foydalansalar bo'ladi. Bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar obunachilarimiz. Instagram profillarimizdan qoldiramiz. Obuna bo'lib qo'yib bizlarni qo'llab-quvvatlanglar. Har kungi iloji boricha narxlar bilan aytilgan istoriyalarimiz, postlarimiz Instagram kanalimizda bo'ladi. Instagram kanalimizdan o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bizlarda Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarimizga har kungi ish jarayonlari, savdo jarayonlari va toza kelgan oltinlar grammlari bilan qo'yib boramiz. Tanishib borsangiz bo'ladi. Kommentariyaga o'tib silkalar orqali kirsangiz ham bo'ladi. Yana bir zo'r yangilik, Roza Gold oltin do'konining o'zining YouTube kanalida bor. Alohida YouTube kanalim ish yuritib turibdi. Bemalol YouTube kanalini Roza Gold 888 deb kirsangiz YouTube kanalimiz chiqadi. Silkasi bemalol ham obuna bo'lib qo'ysangiz, undan ham oltinlarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Menimcha musofirdagilar oltinlarga ko'p qiziqadi. Musofirdagi obunachilarim o'tib kanallarimizga, Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hayitliqqa kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Qisqa londa obzor bo'ldi. Do'konda oltin juda ham ko'p. Oltin sotajaq bo'lsangiz ham adashib o'tirmang. Keling, men o'zim shu yerda bo'laman. Qimmat narxlarda sizdan olamiz. Taqib yurgan oltinlaringizni ancha qimmat olamiz. Ya'ni toza oltinlarni. Siniqlar o'z bahasida bo'ladi. Toshkentskiy alohida, Rossiyskiy alohida baholanadi. Oltin tishlar qimmat narxda olinadi. Oltin tishlaringiz bo'lsa bemalol Roza Goldda olib keling. Ana endi quloq teshtirish mavsumi boshlandi. Qizlarimiz uchun detskiy sirg'alarimiz, vibrlari dim ko'p, o'ta darajada ko'payib qo'yibmiz. Istoriyalarimizda, Instagramda ko'rib borsangiz bo'ladi. Quloq teshtiraman degan ota-onalar bo'lsa, kelib yaxshi narxda olsanglar bo'ladi. Bular ham ko'rishlaringiz mumkin. Detskiylarimiz ham kimga qanday kerak, qoshli, qoshsiz variantda necha so'mdan boshlanadi Matluba bular? Detskiylarimiz 700 ming so'mdan boshlanadi. Danasi 700 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni shtukka. Hozir dimjala trendda bo'lib turgan bular bo'ladi. Bular 1,4 million baho aytilgan, undan ancha qaytib beramiz. Yo'l kerak pullaringizni katta varianti 15 yoshgacha, 16 yoshgacha taqsa bo'ladi. Bular 1,7 million baho aytilgan, ulardan ham qaytib beramiz va undan qimmat arzonroq desangiz ham topib beramiz. Shunday ekan, qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Dastlabki xizmatlarimizdan ham foydalaning. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Tres poliklinikaning yonida, ro'parasida joylashgan Roza Gold oltin do'konidan obzor olib bordik. Endigi videolarimizda qanday oltinlarni obzor qilib bering, obunachilar? Shu fikrlaringizni yozib ketsanglar ham, keyingi videolarimiz sizning fikringizga muvofiq obzor bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sotuvchi qizimiz Matlubani o'sha yerda mehr bilan savdo etadi. Kelaverasizlar, hammangizni magazinimizga kutib qolamiz. Barchangizni Roza Gold xodimlari yaxshi ko'radi, mehr bilan savdo qilamiz.